akalar, diqqat qilinglar. Juda ham og'ir kasal bilan kelgan mashina. Ovozini eshityapsizlar. Akalar pachinini kamida 10 ta pachini qo'yishgan, mashina pachini yeydigan kasal bilan kelgan. Bu nimadan desalaring, videoga bittadan like bosib tursalar, buni sizlarga sababini aytaman, keling. Mashina chap tomonidan yengil DTP bo'lgan, yengil emas, og'irroq DTP bo'lgan. Natijada mashinani podramligi shu tomoni ozgina qisqarib qolgan. Buni natijasida mana bu granatani hodi qolmagan mana. Ko'rishlar mumkin, mana granatdan hodi pasayib qolgan. Bu tomonda mana hodi ko'p. Bu narsa granata qisib turganning hisobiga pachinini o'ldirgan. O'shancha akalarimiz ko'p joyda pachini qo'ydirishgan. Bizga kelishdi, inshaalloh chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Akalar, mana shunday foydali ma'lumotlar yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'linglar, like bosib, barcha mashinasi bor tanishlarga jo'natib qo'yamiz.